Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanada Baş ministri Makkarni 31 mart seyşembe günü Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasida mujmal qilib, asos masalalar borligini aytgan bo'lsa-mu, ammo keskin ayblamagan. O sözüde bu ciddi meseleler saqlanayotganligining sababi men Xitoy hamkorlashuvchilarimiz bilan bo'lgan suhbatlarimizda kishilik huquq masalasini o'ttirib qo'ydim. Bu bizning Xitoy bilan bo'lgan muomalamizda intayin muhim deganlarni o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Makkarnining Xitoyning majburiy emgak siyosatini ayblashni xohlamasligi, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishini to'xtatishda xalqaro besimni azaytadigan bo'lib, uning so'zlari Xitoyning ta'minlash zanjiridagi paxta, avtomobil sohasi, quyosh energiyasi ve muhim kan mahsulotlari qatorliq Uyg'ur ve boshqa Turkiya xalqlarining majburiy emgak selinishi to'g'risidagi dalillar ve hujjatlarni nazardan soqit qilgan. Karni 30 mart günü taratqularga parlament a'zosi Ma Rungjingning Xitoyning majburiy emgak siyosati to'g'risidagi xabarlarga gumon paydo qilgan savollarga javoban Kanadaning majburiy emgak ve balalar ishchi masalasiga intayin jiddiy qaraydiganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyda majburiy emgakning mavjud yoki emasligi haqida bevosita so'ralganda mujmal qilib, Xitoyning ba'zi rayonlarida majburiy emgak xavfi yuqori bo'lgan ahvollar bor degan. Karnining so'zlari yana Kanada hukumatining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bo'lgan anjisini ifodalagan ilgirki bayonotlardan yiroqlashgan. Kanada hukumati hozirgacha majburiy emgak bilan yasalgan mahsulotlarni cheklaydigan qonunlarni yetarlik ijro qilmayli qolmasdan, balki yana Yevropa ittifoqidagi qonunlarga asosan loyihalangan ta'minlash zanjirini tekshirish qonuniga asosan harakat qilmagan bo'lib, Kanadaning majburiy emgak mahsulotlariga qo'yilgan import cheklamasida Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning majburiy emgak bilan munosabatli ekanligi va import qilinmaydiganligi to'g'risida yanada aniqsizlik mavjud. Birleşken Devletler Teşkilatı, Kişilik Hukukunu Közetiş Teşkilatları ve başka tədqiqatçılar bir qancha yıldan buyan Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi insoniyat qarshi jinoyatlari to'g'risida doklad berib kelayotgan bo'lsa-mu, Amerika, Kanada o'rtasidagi shakllangan ziddiyat sababidan Karni hukumati Kanada bilan Xitoyning savdo hamkorlik munosabatini kuchaytirishga tirishib, Xitoy qartilgan har qanday shakldagi kishilik huquq masalasini ko'rmasdan kelishi yoki manfaat uchun Xitoyni ayblashdan bosh tortishi Kanadaning tashqi ishlar va savdo siyosatining kishilik huquqqa asoslangan qimmat qarshiga dog' tushirdi. Ko'zatuvchilar bu haqda Karni yetakchilik qilayotgan Kanada hukumati Uyg'ur majburiy emgak masalasini qat'iy ayblaydiganligini aniq o'ttirib qo'yishi va Xitoy qarshi maydonni aniq ifodalashi kerak. Kanadaning bu mujmal pozitsiyasi Uyg'ur masalasi va majburiy emgakka yeshil chiroq yoqib berganlik bo'ladi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Xitoy port bexatarlik kontrolligini bahona qilib, o'chilish uchun Panama bayroq asqan paraxotlarni tutib qilishni davomlashtirayotgan bo'lib, Amerika Federatsiya dengiz ishlari komiteti o'tgan oyda Xitoy tabiiyligida Panama paraxotlarini tutib qilish ahvolining ko'payayotganligini yaqindan kuzatayotganligini, bu harakatlarning Panama Oliy sud mahkamasining Panama qonuni haqidagi bir qarori bilan munosabatli bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Amerika Davlat İşleri Ministri Marco Rubio 2 aprel günü bu haqda bayonot e'lon qilib, Xitoyning Panama bayroq asqan paraxotlarini tutib qilish qilmishini tanqid qilgan va Xitoyning bu harakati yer shari savdo sistemasining muqimligiga ziyon yetkazishi mumkinligini bildirgan. Rubio e'lon qilgan bayonotida Xitoyning yaqindan buyon Panama bayroq chiqarilgan paraxotlarga qaratgan harakatlarining ig'ir andish qo'zg'alligini, bu xil qilmishlarning iqtisodiy vositalardan foydalanib, shu davlatning qonun bilan idora qilinishiga buzg'unchilik qilish mumkinligini ko'rsatdi. O Panamani yer shari savdosining muhim hamrohi deb atab, paraxotlarning o'tishini tutib qilish, kechiktirish yoki boshqa shakllar bilan to'sqinlik qilish yer shari ta'minlash zanjirining muqimligiga ziyon yetkazdi. Korxona va iste'molchilarning tannarxini oshirib o'tadi hamda xalqaro savdo sistemasiga bo'lgan ishonchni tubanlatadi deganlarini ta'kidlagan. Afg'oniston Pokiston chegarasidagi to'qinishlar kun sari kuchayotgan bo'lib, Xitoy vatanimizning markaziy Urumchida Afg'oniston Pokiston tinchlik suhbati o'tkazib, islom dunyosiga o'zini yaxshicha ko'rsatishga uringan. Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi urush 22 fevraldan buyon davomlashayotgan bo'lib, bu urushda qazo qilganlarning soni kun sari ko'payishga boshlagan. 22 fevraldan buyon davomlashayotgan urushda Pokistonning bayonida Afg'oniston tarafdan 583 odamning qazo qilib, 795 dan ortiq odamning yaralanganligini e'lon qilgan.
Ammo Afg'oniston Pokistonning hujumlari natijasida 110 odamning qazo qilganligini va 123 odamning yaralanganligini e'lon qilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xabariga qaraganda, to'qinish sababidan kam deganda 100 ming odam musofir bo'lgan. Pokiston bilan Afg'oniston 2025-yili oktyabrda o'xshash jiddiylikka duch kelgan. Taraflar shu yili oktyabrda Qatar va Turkiyaning vositachiligi bilan suhbat ustiliga o'ltirib, urush to'xtatish kelishimi hosil qilgan edi. Bu qitim ikki tarafning urushi Pokiston Afg'onistonning 2600 kilometrlik chegarasini bo'ylab kengaygan bo'lib, ikki davlat 2 mart chorshanba kuni vatanimizning markaziy Urumchida Xitoyning vositachiligi bilan tinchlik suhbatini qayta boshlamoqchi bo'lgan. Ammo ikki taraf suhbatlashayotganda Afg'oniston armiyasi Pokistonning bir qancha chegara punktiga hujum qilgan bo'lib, bu hujumda ikki Pokiston askari o'lgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sundum. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşni unutma. Xeyir xoş.